hayitining ikkinchi kuni. Inshaalloh ishlarimiz davom etadi. Muhammad bilan mashinaga chiqib o'tirib olishimizga bir sabab bor. Seni ta'sirlandik. Bizga qurbonlik uchun karta raqamlariga ehson qilgan odamlar kimni nomidan ehson qilishayotganini yozishadi va o'zlarining Telegram raqamlarini yozishadi. Ularga qurbonliklarini so'yib, hisobot roligini tashib berishimiz uchun. Bir nechta shunaqa muhabbatli obunachilarimiz bor ekan. Ular kimni nomidan ehson qilishganini ko'rib, ozgina dam olgani Muhammad bilan mashinaga chiqib o'tirib oldik. Hozir o'sha lavhani sizlarga ham ko'rsatamiz. Hayitlar muborak bo'lsin. 62-qurbonligimizni ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nomlarida. Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor.